Daryo, toshqin, suvlar, to'lqin. O'zi loylanmas qilmas kerak ekan. Qo'shni odamni qo'rqitib yuborsiz. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti qo'shni? Kechasi bilan tinchlik yo'qda, uyqu yo'q. Sichqon kalamishlar uyqu yo'q. Loylanmas umuman qilmas kerak ekan. Qo'shni sizga zo'r yangilik. 15 yillik qadrdon qo'shnim siz bilmaysiz. Qarang, men uyimga penal ombos qizdim. Tomimni ko'ryapsizmi akkuratni? Sizni tomingizni qarang. Sichqon kalamish qurt qumusi uyqu yuborgan. Akalarimiz Namanganlik, Uchqo'rg'onlik ustakalarimiz mana buni qaranglar. Shunday materiallarini olib kelar ekan, akalarimizga to'sinni tashab, vassani tashab bersangiz bo'ldi. Mana shunday yangi materialni yozib penal ombos xizmatini qilib beradi. Sichqon kalamish qurt qumusiga bo'lmaydi, qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Mana shunday yubqa to'sinlarni tashlasangiz ham operator ko'rsating. Ko'taradigandan bo'ladi, chunki loydan yengil bo'lar ekan. Bir kunda 150-200 kvadrat joyni zo'r qilib qo'yib berar ekan. Akalarimiz ishlariga garantiya berar ekan. Sakrasangiz ham yorilmaydi, uqalanmaydi, zo'ridan bo'ladi. Bu 5 santimetrdan 7 santimetrgacha quysa 35 ming, hamma yo'q ichida. Agar 10 santimetr quyib bering deydigan bo'lsangiz 45 ming. Bu aytilgan narx vodiyga, Toshkent vohaga kelishiladi. Zarduvonlari urilgan, vassasi tashalgan bo'lsa bo'ldi, akalarim